وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli kırındaşlar. Bizning avazimizni anglayotgan ve ko'rayotgan barliq musulmon kırındaşlar, hammanglarga Allah Taalaning salami, rahmeti ve bereketi olsun. Bugün biz hayat rehberi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı namlık programımızın ikinci bölümünde sizler bilen görüşüp durupdimiz. Allah Taala bu programni hammamizga foydali qilib bersin. Bugünkü temimiz Peygamber aleyhisselam tug'ilib cho'ng bo'lgan Mekke ve o Mekke'deki Kabe hakkında bo'ladi. Allah Taala yeryüzünü yaratgan vaqtida birinci qitim Mekke'nin o'rnini yaratgan. Ondan keyin bu o'rnini kengaytirish orqali dunyoni hozirgi holatga keltirgan. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Mekke'ni Ummul Qura, yani barliq kentlerinin, şehirlerinin anısı, yani merkezi deb atagan. Şunun için Mekke en mukaddes, en ulug' joy. Allah Teala hamma narsani yaratgan ve o'zi xohlagan narsalarni ulug' qilib tanlagan. Masalan, kunlardan Cuma gününü ulug' kun qilib tanlagan. Aylardan Ramazan ayını ulug' ay qilib tanlagan. Peygamberlerden bizning peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamni barliq peygamberlerinin afzali qilib tanlagan. Mekke'ni barliq shaharlarning, yeryüzüdeki barliq kentlerinin en afzali, en hürmetliki, en ulug'i qilib tanlagan. Bu ulug' joy dünyada Allah Teala'ga ibadet kılıngan birinci makan. Allah Teala insanını özüge ibadet kılış için yaratkan. Dünyadaki barliq mevcudatlarını, asman, onundaki ay, gün, yıldızlar, zemin, deniz, derya ve bu zemindeki barliq hayvanatlar, ösümlükler, yemeklikler hemmini insan için yaratkan. İnsanını bolsa özüge ibadet kılış için yaratkan. Bu Mekke Allah'a ibadet kılıngan birinci orun. Yani Allah Teala Adem Aleyhisselam'ını, Hava anımızını cennetten çıkargan vaxtıda ola Mekke'ye gelip birisi bilen tepişkan ve Mekke'de yaşagan. Mekke'de Allah'a ibadet kılınıdığan birinci ibadethana kurulgan. O bolsumu Kabe. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ni inne evvele beytin hudi'a linnas lellezi bi Bekke'te mübareken deydi. Yeryüzüde Allah için ibadet kılınıdığan, ibadet kılış için koyulgan birinci öy Mekke'deki mübarek Kabe'dir. Şuna bu Adem Aleyhisselam'ın vaxtida bina kılıngan Kabe birinci qitim Allah'a ibadet kılıngan mescid. Dünyadaki tuncu mescid hesaplanıdı. İnsanlar köpeygen sire
ve bu Mekke'de sel afetleri yüz berip quruqluq holatga kelganda, xususan Nuh alayhissalomning vaqtidagi tufan balası bilan bütün dünya suğa g'arq bo'lib, ondan keyin Nuh alayhissalomning kemisi Judi tag'iga to'xtagan. Allah Teala Kur'an'da vestavat ala Judi, yani Nuh alayhissalomning kemisi Judi tag'ida to'xtadi deydi. Yani tufan balası tugab, su tartilib, quruqliqqa kemidan tushadigan vaqtida kema Judi tag'ida to'xtagan. Judi tag'i hozirgi Turkiyaninki chegarasi ichida Iroqqa yaqin bir yerda. Shuning uchun insonlar bu taraflarga ketib, Makka inson yashamaydigan cho'llikka aylangan. Makka tog'lar bilan qo'shilgan shahar bo'lib, uningda hech qanday giyoh o'simlik yo'q, suv yo'q, hech qanday bir inson yashamaydigan bir holatga aylanib ketgan edi. O yerda Allohga ibodat qilinadigan Ka'bami yiqilib, unutilib ketgan. Keyin Alloh taolo İbrahim alayhissalomni payg'ambar qilib avatgandan keyin İbrahim alayhissalomning o'g'li İsmoil alayhissalomni Makkaga olib qo'yishga buyurgan. Bu voqeani tafsili inshaalloh keladigan hafta bayon qilamiz. İsmoil alayhissalom Makkada cho'ng bo'lib, ishga yarag'udak bo'lgandan keyin İbrahim alayhissalomni Alloh taolo Makkada Ka'bani bino qilishga buyurgan. Cebrail alayhissalomning Ka'baninki Adem alayhissalom yasagan vaqtidagi o'rnini ko'ksitib qo'yishi bilan İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalom bilan birlikda Ka'bani yasagan. Yangidan Ka'bani yasab chiqqan. Hazreti İsmoil alayhissalom taş to'shib beratdi. İbrahim alayhissalom o taşlar bilan Ka'baninki temini qo'pirib yasab chiqqan. İbrahim alayhissalomning tam igizlab qo'li yetmaydigan bo'lgan vaqtida bir taşning ustiga dastlab turib, uningdan keyin tamni silishni davomlashtirgan. Shu chaqda İbrahim alayhissalomning puti tashqa petib, ikki putiningki izi tashqa tushgan. Bu taş hozirmi haramda mavjud. Buni maqomi İbrahim alayhissalomning maqomi deb ataymiz. Bu Alloh taoloninki katta mo'jizasi. İbrahim alayhissalomning Ka'bani ikkinchi qatim bino qilganligini Alloh taolo bayon qilib, "Va iz yarfa'u İbrahimul qawa'ida va Ismoilu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim" deydi. Öz vaqtida İbrahim ve oğlu İsmoil Ka'baning temini qo'pirab, Ka'bani yasab bo'lgandan keyin Alloh taologa duo qilib, "Ey Rabbimiz, bizning bu ishimizni qabul qilgan va bu sen hammani qabul qilguvchisan" deydi. Bu yerdan bizningki oladigan darsimiz, Allah Teala İbrahim alayhissalomga Ka'bani yasashni buyurgan ekan, bu Ka'bani yasash Allohning amrini bajo keltirish, Allohning amrini ijro qilishdan iborat bir ibodat. Bu ibodatni ado qilgandan keyin men buni qilib bo'ldim, Ka'bani yasab bo'ldim, Allohning amrini bajo keltirib bo'ldim deb to'xtab qolmasdan Allah Teala'dan bu qilgan ishini qabul qilishini tilab duo qildi. Mana bizningki bu yerdan oladigan darsimiz, qiladigan ibodatlarimizni, Allah uchun qilgan ishlarimizni qilib tashlab qo'ymasdan, balki men bu ishni qildim, endi
mening vazifam tugidi deb o'ylamasdan o işimizni qabul qilishini Alloh taoladan tilash. Yani biz qilgan ishni Allah'ın emrini bajarib keltirgan vaqtimizda xuddi üstümüzdeki bir yükdek o yükni tamam qilib tugitib o yükten qutulib ketgandek mundaq qilmasdan chin ixlos bilan, chin qalbimiz bilan qitir qilib Alloh taolo qanday qilsam qabul qilar degan umid bilan texmi yaxshi qilishga, Alloh taologa arziydigan bir şekilde qilishga tirishish ve o ishni qilgandan keyin onu Alloh taoladan qabul qilishini tilab, Alloh taologa yalvarib duo qilish. Mana bu ibodatning ma'nosi. Yani biz ibodatni Alloh taoloni so'ygan, Alloh taologa iltijo qilgan, Alloh taolaning emrini beja keltirgan niyat bilan, ixlos bilan, qitir qilib qilish bilan birga Alloh taolaning shu ishimizni qabul qilishini umid qilamiz ve shuning uchun o ishni yaxshi qilishga tirishimiz ve o qilib bo'lgandan keyin Alloh taoladan bu ishni qilishga duo qilib tilaymiz. Namaz masalan, namaz, ro'za, zakatga o'xshash ibodatlarimizni namozni o'qiblam, hamda tugadi ishimni tugatdim deb qolib ketmasdan, namozni o'qigan vaqtida Alloh taolo qabul qiladigan shaklda ixlos bilan, ta'dili arkonlari bilan qilish, namozni o'qib bo'lgandan keyin darhol qolib ketmasdan o'ltirib, tasbih aytib, Alloh taoladan o namozni qabul qilishini tilab duo qilishimiz lozim. Burunqi musulmonlar bu haqiqatni tushungan musulmonlar deydi, Ramazanning kelishidan 6 ay burundan tatib Alloh taoladan Ramazanning kelishini o'zini Ramazanda ro'za tutishga muvaffaq qilishini deb duo qiladi ve Ramazan chiqib ketgandan keyin yine 6 aygacha Ramazanda tutgan ro'zalarini ve qilgan ibodatlarini, bergan sadaqa zakatlarini qabul qilishni tilab duo qiladi deydi. Biz haqiqiy ixlos bilan ibodat qilganimizning ma'nosi mana shu. Ondan keyin İbrahim aleyhisselam Kabe'ni bina qilgandan keyin Alloh taolo İbrahim aleyhisselamga insonlarni Kabe'ga kelib haj qilishga chaqirganda buyurdi. İbrahim aleyhisselam chaqirdi. Kelgan musulmonlarga haj qilishning qoidalarini o'rgatdi. Shundan tortib Mekke'de hozirgachilik insonlar yashab keldi ve haj ibadeti davomlashib kelmoqda. Keyingi zamanlarda İbrahim aleyhisselam'ınki dini insanlar tarafından özgertilip tevhid, hakiki din unutulup kişiler Kabe'ye butlarını ekirvilip Kabe'nin etrafına butlarını koyuvilip hac kılış için Kabe'ye kelgen bolsumu ameliyatta Allah'a ibadet kılmasdan butlarga ibadet kılgan boluvagan. Peygamber aleyhisselam peygamber buluştan 5 yıl ilgiri, yani Peygamber aleyhisselam 35 yaşga kirgan vaqtida Mekke halkı Kabe'ni aytdi uprab, konrab, bazı yerlere yıkılıp ketdi. Biz bu Kabe'ni yeniden yasaylı deb Kabe'ni yıkıp yeniden yasamakçı bolgan. Bu çağda bu Kabe Allah'ın beyti, Allah'a ibadet kıldıgan ulug joy bolganlık üçün bununla fakat halal pul işletayli, haramdan aralışıp kalgan pulunu işletmeyli deb şununla ittifaklaşıp özleri halal pul juglap şunun bilan Kabe'ye kiraklik bolgan taşlarını, qishlarni, boshqa kerakli narsalarni setib olib Kabe'ni bina qilishga boshlagan. Buningga Payg'ambar alayhissalom
qatnaşqan, Ka'bani bina qilishgan. Taş to'shigan. Bu chaqda Makka xalqininki Ka'bani bina qilishga pulisi yetmay, shuning bilan Ka'bani İbrahim alayhissalomning sağan nimasdan sağan Ka'badan biraz kichiklatib, burun uzun chaq edi. To'rtchasi qilib, bir tarafdan biraz sirtni qo'yib shunda sağan. Onundan keyin hazır bu Hacr İsmail deb atıldı. Bu Ka'baninki bir tarafida chiroq yoqib qo'ygan bir egmek tam silib qo'ygan yaba. Onun içi Ka'baga tava. Tavaf qilganlar o tamning sirtidan tavaf qilamiz. Bu yerda bu Ka'baninki bundaq bo'lishi Allah Teala'nın bir takdiri. Peygamber aleyhisselam peygamber bo'lgandan keyin o Ka'bani yıkıp şu İbrahim aleyhisselam sağan padiga selishni umid qilgan bo'lsa-mu, lekin unda qilmagan. Hazreti Ayşe radhiyallohu anhaga degan bir so'zida, agar sening qavming yangi musulmon bo'lmagan bo'lsa edi, agar Ka'bani yıkıp sasam ularninki qalbiga ig'ir keladigan, bizningki burundan tatib qilib kelgan, ibodat qilib kelgan Ka'bani o'zgartiryapti deb qoldigan bo'lmasa edi, men Ka'bani yıkıp İbrahim alayhissalomning sağan yeriga to'liq salatdim degan. Lekin amaliyotda uni qilmadim. Buni Alloh taolaning bir mu'minlarga, bizlarga bir rahmati. Bununki rahmat bo'lishi, Hazreti Ayşe radhiyallohu anha men Ka'baga kirib namoz o'qishni xohlayman degan chaqda Payg'ambar alayhissalom uning qo'lidan tutib akilib, shu Ka'baning sirtida qolgan Hacr İsmail degan yerga akilib, mishada namoz o'qisangiz, Ka'baning ichida namoz o'qigan bo'lasiz. Chunki bu yer Ka'baninki tavaliki, Ka'baning bir qismidir deb buyurgan. Shuning uchun hozirgi musulmonlarmi Ka'baning ichiga kiramizmi, shu Hacr İsmailda namoz o'qisa, Ka'baning ichida namoz o'qiganninki savobini oladi, Ka'baning ichiga kirgan bo'ladi. Ikkinchi, Payg'ambar alayhissalomninki qilgan bu Ka'baga qilgan bir xizmatda ishi, bu Ka'bani shu chaqda bino qilgan vaqtida Hajrul Asvad deb bir qora tosh, bunayt muqaddas ulug' tosh, tavafni mushu toshninki udulidan boshlaymiz. Mushu toshninki uduliga kelganda tugaydi, bir tavaf bo'ladi. Bu toshni Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lgandan keyin so'ygan. Shuning uchun kuchi yetgan kishiga bu toshni so'yish sunnat bo'ladi. Mushundaq ulug' bir tosh. Hamda Ka'bani bino qilgan vaqtida bu toshni o'rniga qo'ydigan yerga kelgan chaqda bu toshni o'rniga qo'yish katta bir sharaf edi. Onun uchun Makkadagi qabilalar hammasi bu toshni talishib qoldi. Bu toshni men qo'yman, bu sharafni men erishiman deb. İttifoqlashanmadi. Hatto urush chiqqili qopdi. Bu şu Hacrul Aswadni yeriga qo'yish haqidagi talash tortishdan birisi bilan qon to'kib urushadigan holatga keldi. Bu chaqda yashangan ularning ichidagi mo'ysifat aqlli bir kishi bu voqeani to'xtatish uchun sizlar Allah uchun Allah'ning baytini yasavatısizlar, endi qopab sizlar bir-biringlar bilan urushib qon to'ksanglar bu qanday bo'ladi? Bu ishni boshqacha hal qilaylik. Hozir biz mushu yerda saqlab turaylik. Shu haramninki ishkidan kim birinchi bo'lib kirsa, shu kishi bizning aramizda hukm qilg'uchi qilib tayinlaylik. Shu kishi nim deb hukm qilsa, hammamiz shuningki hukmiga rozi bo'laylik. Shuning bilan bu jidal bisqson degan taklifni bergandan keyin bütün qabila boshliqlari buningga ma'qul kelgan. Shuning bilan kim kirdi eshikdan deb
kutib turgan chaqda Muhammad alayhissalom kirib kelgan. Payg'ambar alayhissalom Mekkada tonilgan o'zining sadoqati bilan, rostchilligi bilan, ishonchligi bilan masalalarni har qanday qiyin masalalarni oson hal qilishi bilan tonilgan kishi edi payg'ambar bo'lishning oldida. Ular payg'ambar alayhissalomning kirayotganligini ko'rgandan keyin, "Voy, mana Muhammad keldi. Bu sodiqul amin, rostchil, ishonchli kishi. Biz uning hukmiga rozi bo'ldik. Muhammad nim deb hukm qilsa, biz shuning rozi deyishib, xushal bo'lishib ketdi." Payg'ambar alayhissalom ularning qishig'i kelgandan keyin, ularga nim bo'ldi degandan keyin, mushundaq Hajrul Aswadning yeriga qo'yatdik. Buni kimning qo'ydiganligida ittifoqlashammidik. Bu qattiq bir urush chiqib qolg'ili qopdi. Shuning uchun biz mushundaq kim kirsa eshikdan birinchi shuning hukmiga rozi bo'laylik degan edik. Siz kirdingiz, endi bu masalani qanday hal qilmaymiz degandan keyin payg'ambar alayhissalom uchistiki chapinini silib yerga yoydi. Ondan keyin taşni mübarek qo'li bilan elib chapanning o'tiriga qo'ydi. Ondan keyin har bir qabilaning boshlig'ini chaqirib, chapanning har bir tarafidan tutib, hammanglar tang ko'taranglar dedi. Hammasi tang ko'tarib qo'ydiga akaganda payg'ambar alayhissalom o'z qo'li bilan bu taşni o'rniga yerlashtirdi. Bu yerda masala shundoq osonlik bilan hal bo'ldi. Bu taşni hayoti bo'yicha butlarga cho'qinmagan, butlarga ibodat qilib boqmagan, yolg'on aytib boqmagan payg'ambar alayhissalom o'zininki qo'li bilan joyiga qo'ygan bo'ldi. Butga cho'qinadigan mushriklarning qo'li o taşga tegmedi. Bunun bilan ish hal oldu. Payg'ambar alayhissalom 35 yoshga kirgan vaqtida bo'lgan voqea. Shundan tortib Ka'ba hozirgacha mavjud va undan keyin bir necha qatim ta'mir qilindi, bir necha qatim silindi. Biz o tarixini hozir so'zlab bo'lmaymiz. Ka'baninki Makkaninki ulug'ligini bayon qilish maqsad. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomninki sog'in 35 yoshda silingan Ka'badan keyin hozirgacha davom qilib kelmoqda. Endi Qur'oni Karimda bu Ka'bani bir necha ism bilan tilga olgan. Alloh taolaning Qur'oni Karimda Ka'bani shundoq bir necha ism bilan tilga elishi bu Ka'baning Allohning dargohidagi qanchalik ulug'ligi, muqaddasligi, martabasining oliyligini ko'rsatdi. Bu Ka'ba Qur'oni Karimda 2 oyatda Ka'ba degan ism bilan tilga olingan. Ka'ba degan igizlatilgan to'rtburchak uy degan ma'noni bildiradi. U yerdan igiz silingan to'rt chasi uy bo'lganligi uchun Alloh taolo buni shunday atagan. Yana Qur'oni Karimda 8 dona oyatda buni bayt, ya'ni uy deb atagan. Yani içi bir egizlik uy Alloh taoloning amri bilan bino qilingan. İçiga kirib ibodat qilish, namoz o'qish mumkin. Sirtida turib namoz o'qigan kishi shu Ka'baga qarab turib namoz o'qiydi. Haj qilgan kishi bu Ka'baning atrofidan aylanib tavob qiladi. Bu Alloh taoloninki buyurgan farzi. Yana 2 oyatda Alloh taolo Baytul Atiq, yani qadimdan qolgan uy deb atagan. Atiq so'zining 2 ma'nosi var. Birinci qadimdan qolgan uy degan bo'ladi. Ikkinchisi azat qilingan, ishg'ol qilinmagan degan ma'noni bildiradi. Ka'ba Adem alayhissalomdan tortib kelganligi uchun shunda atiq, ya'ni burundan, qadimdan tortib kelgan qadimiy joy degan ma'noda Alloh taolo Baytul Atiq deb atagan. Yana 2 oyatda Alloh taolo Baytul Haram,
bu hürmetlik öy qoğdalgan Allah Taala tarafından qoğdalgan öy dep atıgan. Bunun mu qandaq qoğdalganlığını keldigan haftaki dersimizde düşündürümüz. Yine 3 ayette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Haram dep atıgan. Haram qoğdalgan hürmetlik mescid dep. Hem de mescid degen vaqtida Kabe'ninki etrafını öz içine alıdı. Bunu Allah Teala muşundaq atıgan. Yine bir ayette El-Beytul Muharrem haram kılıngan. Yani bu öyninki hürmetige daxliyat güzüş haram kılıngan Allah tarafından qoğdalgan öy degen manada kelgen. Yine Beytul Ma'mur bu ma'mur avat kılıngan öy degen manada Kur'an-ı Kerim'de bir ayette kelgen. Bunu biz Beytullah dep atayımız Allah'ın öyü. Allah'ın öyü degen yani Allah'a ibadet kılınadigan öy degen buludu. Bu Kabe mana muşundaq ulug' joy. Endi Kabe'ni Mekke'ni bugün anlatışımızdaki maksat bu Mekke yuqurda degenimizde İslam dininin birinci kıtım başlangan yeri. Birinci peygamber Adem Aleyhisselam'ın ki cennetten çıkıp turgan yeri muşu. Şunun bilen Adem Aleyhisselam'ın balları bilen bir yerde Allah Teala'ya ibadet kılışka başlangan birinci öy, birinci mekan. Ondan keyin Allah Teala en ahirki peygamber Muhammed Aleyhisselam'ını yine muşu Mekke'de çıkardı. Muhammed Aleyhisselam Mekke'de tuğulup çoğun oldu. Mekke'de peygamber oldu. Bu Mekke olsa muşunda İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam katarlık peygamberler yaşayan Allah Teala'nın nezdedin vehyi ayetler düşken ve periştiler bu Mekke'nin koçularından aylangan asman bilen yanın oturustiki alakını birbirine bağlap durduğun ulug' joy. Şunun için bu ulug' joyni mukaddes ekanligini bilişimiz Peygamber Aleyhisselam'ın ki siretini, hayatını bilişimizin ki birinci basqıçı. Onun için biz bugün bu programımızda Mekke'nin ki qandaq vücudga kelgan, Kabe'nin ki qandaq payda bolgan ve qandaq devam qilganligini anglatdik. Kelitgan hafta inşallah Peygamber Aleyhisselam'ın ki nesibi ulaşkan İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam bu yerge qandaq kelgan, qandaq yaşagan o mevzuda sözlaymiz. Keler haftagacha hammanglarni Allah Teala'ga tapşırdım. Allah Teala hammamizni salomat ve xotirjam qilsin. Allah Teala kıyamet günü bizne Peygamber Aleyhisselam'ın şefaatiga yetkizsin. Amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.